Welcome to Zira Academy. Bobor. Oydina. Round 3. Tayyormisizlar? Basharani qara. Men mashhur odam bo'laman. Inson. Emasmi? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Odina. Yaxshi. Keyingi so'zimiz uy hayvonlari. O'zingni bos, hayajonlanma. Tamash qilib menga yoqmaydi. Yaxshi. Qarochilik bo'yini yoraman. Ko'plikda. Uy hayvonlari ko'plik. Bo'ldi-da endi. Yaxshi. Bobur. Men aytyapti. Bu nima ahvol? Go'rvadagan qayerga qarayapti? Keyingi so'zimiz Saviyang yo'q, biliming yo'q, ilming yo'q, kitob Dunyoni oxiri yo'q, u ketaveradi, u hech qachon peshonaga yozilgan. ayol kishi, bir kishi. Yaxshi, Odina. Keyingi so'zimiz qo'shni. Qiyinroq. Boburda xatolik bor. Nima bo'lyapti bu yerda? Odinada ham xatolik bor. Bitta harfda xato. Xatolik bor. Ha, muxbirlar. Aldayapsizlar, a? Neighbor. Menga qara, qanaqa odamsan o'zi? You are. Bobur bitta harf qolib ketdi. Men kim, sen kim dedi? Odina sizda o'ta xato. Oxirgi 3 ta harf. Ana nima deyapti, no? Dava dim dabarabadim. To'g'ri, Bobur. Rahmat, lekin addish ko'rsam bo'ldi. Keyingi harf so'zimiz yosh bolaga nisbatan yosh. Bizni qiynamay bittasini aytingda. Tushunmagan narsangizni tushunib turib tushunmaganingiz, tushunmasdan tushunib turib tushungan narsangizni tushunib tushunmaganingizdan tushun. Yaxshi. Shu qilig'ingni tashlasang bo'lardi-da. Zo'r. Xo'p, oxirgi so'zimiz yo'q, oxirgi emas, yana bitta bor. Bizni qiynamay bittasini aytingda. Xo'p, dunyo. Anaqa qilib bir ko'rguli, anaqa sog'liq yaxshi yursizmi? Nima edi otingiz? Qornim juda och, bo'lganda iloj, pulni yurdim. Yaxshi, Boburjon. Men aytyapti. Yana bitta va bu oxirgisi. Aldaysan, Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Yaqin. Yaqin. Yaxshi, Bobur. Rahmat, lekin addish ko'rsam bo'ldi.